Stress tanaga qanday tarqaladi? Mana 5 ta stansiya. Eng zo'r anti-stress mashqi. Mana shu stressni biz to'g'ri yechsak, bizning tanamiz, organizmimiz bizga rahmat etadi. Kerakli gormonlar beradi. O'sha mashqlarni qildim. 15 minutdan keyin davleniyam normal. Уже esimda yo'q, qachon davleniyadan dori ichgan. Kommunikatsiyaga bizani hech qayerda qayerda o'rgatmaydi. Lekin odamlar bilan qanday ishlash kerak, qanday muomala qilish kerak, emotsional intellekt, stress management, time management, depressiya insultga olib keladi, infarktga olib keladi, boshqa kasalliklarga olib boradi. Mana stress odamni tanasiga kirib kelyapti. Biz stressni ko'rdik. Eng birinchi ko'zlarimiz ko'radi stressni. Gormon tanamiz chiqaradi. Mana shu birinchi odamlarga solishtirsak, xuddi shunaqa chiqaradimi, yo'qmi? Oldingi odamlarning g'ami boshqa narsa bo'lgan. Qorni to'q qilsa, joyi bo'lsa, u bo'ldi bo'lgan. Agar bizda bu narsalar bor, biz maydan anaqalagan e'tibor beradigan bo'lib ketganmiz. Eng birinchi stressni ko'rganda biologический mana shu gormonalniy vыброс hali ham bizda o'shanaqa. Keyin sotsialniy уже bizni fikrlab stressni yutib, u уже keyingi turi. A eng birinchi startoviy mana shu gormonalniy vыброс bir xil. Ularda ham bo'lgan, bizda ham bo'lgan. Lekin stressni reaksiyasi 3 ta reaksiya stressga. Kim biladi? Qochish, urish и Oldinga yurish. Yo'q. Qochish, urish. Yo'q. Qochish, urish. To'g'ri. Qochish, urish. Yo'q. Ur, chop, to'xta. Mana suratda ham to'xtadi, chopib ketyapti, urdi, lekin o'lib ketdi. Hozir biz uramizmi? Chopib ketamizmi? To'xtaymizmi bir joyda? Yo'q. Biz har kuni stressni noto'g'ri kiyamiz. Mana shu organizmdagi gormonlar bizda ko'proq chiqadi. Kortizol degan gormon organizmga kerak harakat uchun. Lekin u ko'proq chiqsa, уже organizmga boshqacha ta'sir qiladi. Saharni diabet va boshqa narsalar chiqib kelaveradi. O'sha uchun Mixail aytgan stressni to'g'ri kiyish kerak. Odam normalniy holatida bo'lsa, ma'lumotni mana shunaqa qabul qiladi. Miyaga, gipotalamusga informatsiya kiradi. Keyin lobniy do'li. Bu yoqda miyada nima bo'ladi ma'lumot bilan? Sintez, fikrlash, kreativное мышление, да? И keyin уже o'tadi eng asosiy уже qanaqadir harakat qilamiz. A stress holatda сразу gipotalamusga o'tadi, mana bu yerga, затылокка, и сразу tepaga. O'sha uchun mana shu 3 ta reaksiya.
ur, da, fikrlamasdan sразу ur, to'xta yoki qoch. O'sha uchun odam stressda har kuni bo'lsa, u yaxshi fikrlamaydi. Kreativ fikrlash umuman qolib ketadi. Просто mana shu обычный holda mana shu rutina ishlar bor-ku, o'shani qilib ketadi bo'ldi. O'sha uchun ishchi yoki kimdir stressda bo'lsa, eslatam yoki yangi vazifa bersanglar yoki qanaqadir fikr so'rasanglar, u sizlarga hech narsa normal aytib bera olmaydi. Chuqur stressda bo'lsa. Odamda stress yig'ilganda, mana bu yerda mindelevидное telo bor. U возбужденный holatda har doim bo'ladi. U miyamizga именно xotiraga ta'sir qiladi. O'sha uchun odamlarga просто qarash kerak. Hozir o'zinglarni analiz qilinglar, mana ertalab turdinglar, kechqurun o'yga уже borayotganda osanka qanaqa bo'ladi? Pastga bukilgan, lekin yelkali qisilgan, tepaga ozgina. Kanadada xokkey jamoani trenerlari mana shu xokkey o'yin bo'layotganda sразу qaraydi. Kimni yelkasi tepaga tushdimi? Sразу zamena qiladi. Chunki mana shu sразу ko'rsatadi. Odamda hozir stressi bor. Stress paytida u normalni o'ynayolmaydi и fikrlamaydi. Просто чисто как avtomatga o'xshagan narsalarni qiladi bo'ldi. Так. Keyin biz boshida aytdik, da, stress genetik bo'yicha odamlarga avloddan avlodga ta'sir qiladi. Esinglardami, Amerikada nima portlagan edi? Da, egzamin Mana shu Amerikada homilador bo'lgan ayollarni keyin analiz qilishgan. Tug'ilgan bolalari отклонение bilan tug'ilgan. Qanaqa отклонение bo'lgan? Normalniy holatda yig'lagan. Например, ovqatlagan bolalar, pampersi quruq, просто o'zidan o'zi yig'laydi. Qachon nabarot yig'lash kerak? Pampersi to'lgan bo'lsa, och qolgan bo'lsa, yig'lamagan. Mana shu nevrologический нарушение уже beradi stress. O'sha uchun qizlaringiz yoki xotinlaringiz yoki singlaringiz homiladormi? Maksimum ularga внимание berish kerak. Stressga tushmasin. Chunki keyin bola отклонение bilan, u отклонение ko'rinmaydi, lekin keyin borib boshqa kasallikka o'tishi mumkin. Так. Stressni organizmga kirganda, mana stressga uchradingiz. Nimani his qilamiz? Diskomfort, tam nima? Yomon kayfiyat. Tam, organizm qanday reaksiya beradi? Ishtaha bo'g'iladi. Aha, tam nima? Жесткий tam. Odamlardan qochish. Da, chunki biz kortizol выработка chiqadi, сразу aytadi, tak, odamlardan qoch. Tam nima?
energiya pasayib ketadi. Tam. Fikrlar bir joyda jamlab Tak. Aha. Hech narsa yoqmaydi. Keyin yurak urish bo'lishi mumkinmi? Bledность bo'lishi mumkinmi? Da? Nimaga qaltiraydi qo'llarimiz nima uchun? Chunki bizga organizm gormonlarimiz aytadi, tak, stress keldi, stressni ko'rding, endi qochib ketishing kerak. Biz bitta joyda turamiz. Biz reaksiya bermaymiz. Miyada tomirlar nabarot yo'q, qo'lda torayadi, tanamizda, a miyada nabarot расслабленный bo'ladi. Da, kengayadi. Nima uchun? Chunki organizm sразу o'ylaydi, hozir stress kelyapti, balki seni hozir kimdir uradi, qon chiqmasin uchun bu yerda sosudlar nabarot torayadi. Sen fikrlashing yaxshi kerak. O'sha uchun miyada sosudlar nabarot torayadi, kengayadi. O'sha uchun bosh ham og'rishi mumkin. Keyin mana shu organlarimiz, желудок, kishishnik, yoda muskullarimiz nabarot bu yoqda стянутый bo'ladi, a yoqda nabarot ochilib ketadi muskullar. O'sha uchun qorin og'riydi yoki diareya ham bo'lishi mumkin. Так. И давайте bu stress turlari to'g'risida gapiramiz, keyin stansiyalarga как раз o'tamiz и сразу stansiyani aytib beraman, keyin mashq qilamiz. Mixail Helget metodikasi bo'yicha odamni 7 etapi bor. Stress qarashli. Birinchi mana bu etapda o'qib bering, a to men ekran вообще harakatsizlik. Bu nima to'g'risida? Mana endi o'yg'idan turdik. Qonimizda baribir ozgina stress gormonlarimiz yuribdi. O normalniy bizani holatimiz. Mana biz turdik. Bu evolyutsion stress. Mana bu ikkinchisi, soqinlik. Turdinglar, oshxonaga tushdinglar, kofe ichyapsizlar, qanaqadir o'sha fikrlar, xayollar boshlandi. Gormonlar dam ozgina tepaga chiqdi. Da, qo'zg'aldi. Lekin uncha ko'p emas. Super kuchlarni namoyon bo'lishi. Mana super kuchlari namoyon bo'lishi. Mana ishga keldinglar. Kayfiyat yaxshi, lekin ishga borayotganda, mashinada bo'lsangiz, kimdir to'sib qo'ydi yo'lni, yoki yo'lni o'tayotganda mashina chiqib oldi, yoki metroda odam ko'pay, ozgina уже stress bo'ldingiz, gormonlar yuribdi organizmda. Lekin bu normalniy yaxshi holat. Именно mana bu eustress stadiyasi. Charchoq. Obeddan keyin soat 4larga уже ozgina charchoq organizmda. Lekin bu hali yaxshi daraja. Normada. Eustress. Normalniy fikrlash, normal ishlarni qilish. Keyin soat 6larda qarasangiz ozgina ishdan bor. O'ylab o'tirasiz. Ammo 7gacha ham o'tirib mana shuni qiling. O'zimizni mana bu holatga tushiramiz. Haddan tashqari charchoq. Mixail aytibdi, mana shu turda bu yoqqa qaytish mumkin. Har kuni mashqlar odam qilsa. Lekin odam stressni har kuni yechmasa,
u mana bu turga tushib ketadi, depressiya. Keyin o'lim. Depressiya insultga olib keladi, infarktga olib keladi boshqa kasalliklarga olib boradi, bizani. O'sha uchun u tavsiya beradi bizga har kuni mana shu hozir mashqlarni o'rganamiz, o'sha mashqlarni qilishga. O'sha mashqlar bizga yordam beradi stressni to'g'ri kiyib olishga. Mana shu o'sha mashqlarni avgust oyidan qachon 8-avgustda как раз imtihonlarni topshirdim. Avgustdan har kuni qilyapman. Mana shu 3 oy bo'yi yo'q, уже yarim yil o'tdi-da praktichески. Yarim yil davomida o'zim bilmasdan 5 kilo vesim pastga tushdi. Lekin hech qanaqa diyeta tutmayman. Oldin harakat qilardim kechqurun faqat salat yeyishga. Obedda non yemaslikka, faqat nonushtaga. O'zimga dam qarab. Energetически o'zimni boshqacha his qilyapman. Energiya расход kamayadi. Не то что энергия, наоборот. Naоборот. Men Samarqandga boraman, treninglarni olib boraman. Tam trenerlarning maktabida 3 kun 10dan 6gacha trening. Juda ham zo'r energiya kerak. Chunki men trenerlarni o'rgataman trening olib borishga. O'yga men suyalib bunaqa kelaman. Lekin o'yga kelaman, ужин qilaman mana shu mashqlarni qilaman. Ozgina dam olaman, spokойно tam o'tirib soat 1gacha tayyorlanaman keyingi kunga. Chunki mana shu mashqlar menga energiya beradi. Bir kuni men turdim, boshim og'riyapti. Davleniyamni o'lchadim. Qarasam 150 100 ga. Tabletkani oldim, o'yladim, yo'q, to'xta. Hozir ana mashqlarni qilgan, keyin qaraysan. O'sha mashqlarni qildim. 15 minutdan keyin davleniyam normaga tushdi. Уже esimda yo'q, qachon davleniyadan dori ichganim. A tak периодически davleniyadan ichgandim dorini. Так. Demak, mana shu stressni biz to'g'ri yechsak, bizani tanamiz, organizmimiz bizga rahmat etadi. Bizga kerakli gormonlar beradi. Oksitotsin degan gormon, kim biladi oksitotsin to'g'risida? U qanaqa gormon? Nima beradi bizga? Hissiyotni beradi, to'ppa-to'g'ri. Endorfin, quvonch gormoni, adrenalin, noradrenalin, ular bizani tanamizga, organizmga kerakli gormonlar. Testosteron kerakmi? Kerak. Estrogen kerakmi? Kerak. Mana shu stressni to'g'ri yechganda bizani tanamiz bizga mana shu gormonlarni ровно нормальный qanaqa doza olishimiz kerak, o'sha dozani beradi. Так. Stress tanaga qanday tarqaladi? Mana 5 ta stansiya. Birinchisi ko'z, ikkinchisi bo'yin, orqa, uchinchisi oshqozon, ichak, to'rtinchisi miyamiz, beshinchisi yurak. Nima uchun ko'z? Biza eng birinchi stressni ko'z bilan ko'ramiz. O'sha uchun ko'z. Eng zo'r antistress mashqi ko'z yosh, yig'lash. Nima uchun? Savol.
Yo'q. Tuyg'ularni ichingizdan chiqara olganingiz Yo'q. Расслабиться qilish. Ko'z yosh bizga mana shu ko'zni muskullarini yordam beradi расслабить qilishga. To'g'ri. Stress rahbar baqirganda yoki ishda biron narsa biz momentda yig'lay olmaymiz. A tak bu eng zo'r stress, da, stress. Umuman yig'lamaydigan bor. Yig'lagingiz kelsa yig'lamaydiganlar. Da. O'sha uchun mashqlar ko'z uchun bor. Nima uchun ko'z? Ko'z bizda qanaqa organ? Ikkitami parniy, ko'z bilan ko'ramiz. Negativ xayollar ko'proq srazu bo'ladi. Mana shu ko'zni muskullarni расслабить qilganda negativ xayollarni darajasi pasayadi. Bitta amerikanskiy psixolog, ayol xotin, u rak kasal bo'lgan. Уже 4-stadiya o'yga yuborishgan, уже bo'ldi, o'lasan deb. O'zini hovlisi bo'lgan. O'tirgan bolalarga qarab, o'zini bolalariga, u mana ping-pong tennis bor-ku, o'sha tennis bilan o'ynagan. Har doim qaragan, o'zini analiz qilgan. Voy, mani mana shu kasal to'g'risida kamroq o'ylayapman. O'sha unga yaxshi ta'sir qilgan, ko'proq yashagan. U psixolog-ku srazu analiz qilgan, nima uchun? Mana shu ping-pongga har doim qaraganda ko'zlari bilan chapga, o'ngga qaragan. Mana shu negativ fikrlash darajasi pasaygan. O'sha uchun oddiy mashq ko'zlar bilan o'ngdan chapga, o'ngga qarash. Давайте прям hozir qilamiz. Mana bunaqa o'ngdan chapga, tepaga, keyin chapga, keyin chapdan tepaga, keyin o'ngga. Boshni qimirlatishga mumkin emas. Mana shu mashqni prям mana shu stress bo'ldingizmi? O'sha momentda qilish mumkin. Tam ikkinchi mashq bor. Turinglar. O'ng qo'lni to'g'riga ko'taramiz. Mana shu katta barmoq bilan. Keyin znak beskонечности yoki yotgan 8ni chizamiz. Ko'zlar bilan qaraymiz, kuzatamiz. Faqat ko'zlar bilan. Bosh qimirlamaydi. 10 marta. Endi chap qo'lni. Xuddi shu mashqni bajarasizlar. Endi ikki qo'lni. Qilmadingiz? Qildingizmi? Rahmat, o'tiringlar.
Nimani his qildinglar hozir? Kayfiyat qanday? Men 1 dan 10 gacha hozir sizlarda. Qo'l bilan ko'rsatinglar. Aha. Aha, rahmat. Tak. Mana shu birinchi stansiyani stressini yechish mashqi. Savollar bormi bu stansiya bo'yicha? Ikkinchi stansiya bo'yin, orqa. Nima uchun? Miyaga bog'liq, keyin tak. Ko'p o'tirganda nima bo'ladi? Miya qisiladi, zajimlar paydo bo'ladi, qon yurishi qanaqa bo'ladi? Pasayadi. Tomirlarimizlar nima bo'ladi? Qisiladi. Keyin gipertoniya, osteoxondroz sразу chiqib keladi. Hozir bitta mashq qilamiz. Sразу aytaman, birinchi martadan qiyinroq qilishga. Menda 5-martadan уже сразу нормально bo'ldi. Men shu mashqni qilsam, har kuni qilaman и nimani sezdim? Men bu yerda xotin kishilarda go'rbik bo'ladi-ku, o'sha возрастni. O'sha ketdi. Keyin bosh og'riq практически yo'q. Даже tursam ozgina, mana shu temperaturный перепад bo'lsa, bar уже menga 50 dan уже ko'proq и давление chiqadi. Сразу mana shu mashqni qilsam, сразу normaga tushaman. Chunki tomirlar сразу ochiladi, zajimlar ketadi. И men trenerman, ko'p kompyuterda ishlayman. Даже 1 yil burun yozda 2 soat o'tiramanmi, keyin og'riydi bo'yinim. Hozir og'rimayapti. Har kuni mana shu mashqni qilish kerak. Hozir hammamiz turamiz. Bemalol turinglar, qo'llarni mana shunaqa ushlash kerak bo'ladi. Siz ozgina oldinroq. Aha. Eng основной qoida bu yerda. Qo'lni mana shu polga parallel ushlash kerak. И mashqni bajarish kerak. Hozir Mixailni qo'yib qo'yaman sizlarga. Oy. Hozir 1 minut. Что-то. Mana bunaqa ozgina qilinglar, razminka. Mana bunaqa qo'lni mana shunaqa ishlash kerak. Bosh qo'ying. Unga qarab qilaveringlar. Ushlaylar ozgina. Qo'lingizni mana bunaqa. Yo'q. Aha, pastga. O'zi sportsmen, professor. Hozir nima qildingizlar bilan? O'z tanamizga qanday yordam berdik? Eng birinchi biz 2 minut davomida muskullarga stress berdik. Keyin nabarot. Преодоление bo'ldi bizda. Nimaga именно mana shu orqamizni ishlatish kerak? Nima uchun?
orqa miya bor. Orqa miya bor, tam. Mixail aytadi, mana shu плечевой sustav bizada eng подвижный sustav. Lekin biza mana shu sustavimizni juda ham kam ishlatamiz. Eng birinchi odamlarni eslasak, ular qanday qilib ishlatardi qo'llarini? O'q qilishgan, daraxtlarga chiqishgan, tag'in. Da. Biz hozir daraxtlarga chiqamizmi? Da. Просто o'zinglarni analiz qilinglar. Kun bo'yi qo'llarni necha marta tepaga ko'tarasizlar? В основном mana ishlaymiz, a? Bo'ldi. Majburiyat bo'lmasa bir marta ham ko'tarilmaydi. To'g'ri. O'sha uchun mana bu yerda zajimlar, zastoylar sразу paydo bo'ladi. И bizani miyamizga ta'sir qiladi. O'shandan insult chiqib ketadi yoki infarkt. Chunki mana shu плечевой mana shu sustav eng yaqin yurakka, miyaga и o'pkaga. Сразу ta'sir qiladi. Mana shu mashqni, любой mashqni, harakatni именно qo'llar bilan mana shu video hozir qildik-ku. Hozir biz sizlar bilan nima qildik? Tak, 200 ta harakat qildik. Mana shu 5 minut davomida. U aytadi, odamga 5 minut bo'ladi mana shu harakatni qilishga, zajimlarni hammasini yechadi. Har kuni qilsa. Atigi 5 minut. Kechqurun ham qilaman, ertalab ham qilish mumkin. 100 tadan ko'proq muskul ishlatdik hozir. Bu to'g'risida men sizlarga hozir aytib berdim. Atigi 5 minut mana shu mashqni qilish kerak. Eng birinchi anu ko'z uchun mashqlarga, ikkinchi bo'lib mana shu mashqni necha minut bo'lyapti? 5 minut, u mashq где-то 7 minut bo'lyapti bizda. Bir xillar aytishadi, voy, bu qo'lga hech qanaqa nagruska bo'lmaydi-ku. Har bir qo'l odamda minimum 5 kilo. Mana sizlarga nagruska. Keyin bu mashqni hozir qildik, a? Qanday qilib qildik? Xursand bo'ldik. Qiyin bo'ldimi? Kimgadir birinchi marta, kim sport zalga bormasa, sport bilan shug'ullanmasa, birinchi marta qiyinroq bo'ladi bu mashqni qilishga. Keyin 5 martadan keyin уже нормально. Mixail aytadi, mashq oson, lekin birinchi martadan qilish qiyin, lekin mashq qilayotganda biz hammamiz kuldikmi? Biz ham настроение поднимать. Biz hammamiz kuldik. И bizani tanamiz 4 ta kerak bo'lgan zo'r gormon o'ziga oldi. U qanday gormonlar? Maqsadni qo'ydikmi mashqni qilishga? Dopamin oldik. Maqsadni bajardikmi? Endorfin oldik. Xotirjam bilan o'sha mashqni qilib serotonin oldik. Oksitotsin oldikmi kulib? Общенияda oldik. Mana o'zimizga 4 ta zo'r kerakli gormon oldik. Mashq yoqdimi? Oldinlari misol uchun bizda yoshligimizda unchalik asabiy bo'lmaganmiz. Hozirgi yoshlar, hozirgi yoshlar mana shunaqa bizda yoshlikda misol uchun daraxtga chiqib
do'ja terardi, nima qilardi? Yurardi, boshlaydi. Da, hozir bolalar уже yurishmaydi. Bo'lib qolibdi-da, hozirgi yoshlar. Men o'zimni yoshligimni eslasam, eslayman, Казаки разбойник degan o'yinlar bor edi. Выбивала qanaqadir xirma-xir yurardik, chopib, garajlarni ustidan chopib yurardik. Hozir o'tirishadi mana bunaqa qilib telefonda. Da. O'sha uchun hozir 24-25 insult, infarkt bo'lishyapti. Mani birinchi образованием медицинский. И o'qigan paytimda bizga yetishgan infarkt, insult 45 yoshdan keyin bo'lishi mumkin. Men 25 yil 25 yil o'tdi уже, 30 yil o'tdi o'qiganimga. 30 yil ichida mana sizlarga 30 yoshda ham infarkt bo'lyapti, insult ham bo'lyapti. Совсем boshqacha hamma narsa bo'ldi. Так. Bu tushunarlimi stansiya? Savollar bormi? 3-chi stansiya oshqozonimiz, ichaklarimiz. Nima uchun именно o'sha oshqozonlarimiz, ichaklarimiz 3-chi stansiya? Biz noto'g'ri havo olamiz. Oshqozonimizga, ichaklarimizga qon, kislorod yetib bormaydi. O'sha uchun Mixail mana shu mashqni maslahat beradi qilishga, 4-4-4 degan mashq. U mashq qanday qilib qilinadi? 4 sanaganda 4ga nafas olamiz. 1 2 3 4 и 4da nafasni da ushlab turmaymiz, сразу chiqaramiz. Mana 1 2 3 4 1 2 3 4. Lekin chuqur olamiz. И ровно 4 minut o'shani qilish kerak. Давайте hozir o'shani qilamiz. Hozir soat qo'yib qo'yaman sekundometrni. Demak, 4 raqamga chuqur nafas olamiz, 4da bo'shatamiz. И ровно 4 minut. Asosiy nafasni yaxshilab o'tirib olinglar, и nafasni chuqur olish kerak. Yo, nabar. Keyin skori chaqiramiz-ku. Yo, mana 4ga nafas olasiz. 1 2 3 4 sanaysiz. Keyin 4ga chiqarasiz. И ровно 4 minut mashqni qilish kerak. Так. Takrorlab 4 minut nafasni olish kerak. Так, boshladikmi? Так. U individualniy. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nafasni chuqur olinglar. Прям qorin bilan nafas olinglar. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Tak, davom etamiz. Bo'ldi. Rahmat. Bitta chapak chalamiz. Nimani his qildinglar? Hozir mana shu mashqni qilyaptganda. Легкая головка. Uyqu keldi. To'ppa to'g'ri chu. Quloq og'riyadimi? Da. Da. Qaranglar, kimda masalan uyquda narушение bo'lsa, mana shu mashqni yotyapsizlarmi? Mana shu mashqni qilish mumkin и сразу uyqu keladi.
lekin bizni o'z oshqozonimizga ichaklarimizga hozir sizlar bilan yordam berdik. Qon berdik ko'proq и kislorod berdik, havo. Tak. Bu stansiya orqali savollar bormi? Tana muzlashi. Hı? Tana muzlashi, sovqotish. Da, chunki o'tirgan holatda qildingiz. И в основном taqsir oshqozonga ichikligi bo'ldi. Kislorod, qon именно o'sha yerga keldi. Turgan hollarga yaxshi. Yo'q, o'tirgan. Tak. Davom etamizmi? Tak, 4-stansiya. Chuqur o'yqi fazasi. Qo'llaringni ko'taringlar, kim stressda bo'lganda o'yqi buziladi. Demak, sразу bilish kerak. Sizlar 4-stansiyadasizlar. O'yqi buzilsa. O'sha uchun mana shu hamma mashqni qilish kerak. Uyqu buzilishi bu uyqu kamayishimi yoki uyqu ko'payib ketishimi? Yo'q. Asosiy uxlamaslik. Uyqu ko'payib ketishi bo'lmasa, statsionar holat. U normal. Ba'zida У наоборот reaksiya. Stressga наоборот. Uyqu kelsa, наоборот stressdan chiqib ketish reaksiyasi. stress paytida ozgina qilib 15 minut bosh qo'yib o'tirib Da. harakat qilsa ancha. Da, chunki miyani chalg'itish kerak stress paytida. Men o'tira olmayman, lekin stress paytida men o'tira olmayman. Ikki joyda. Ну, to'g'ri. Kechqurun mana yotganda uyqu yomon kelyaptimi, uyqu yo'qmi? Demak, hozir uyquga yordam beradigan xilma-xil choylar bor. O'sha choylardan ichish kerak. Keyin просто aylanish kerak ko'chada, toza havoda. Melatonin degan narsa bor, gormon yordam beradi uxlashga. O'shani ichish kerak normada. Keyin mana shu nafas olish mashqni qilish kerak. Uyqu yomon bo'ldimi, uyquga yomon ketyapsizlarmi, уже sizlarga звоночек. O'z ustidan ishlash kerak. Stressni yechish kerak. Chunki 5-stansiya bizda yurak. Yoda insult, infarkt. Уже yordam o'zingizga bera olmaysiz. Faqat o'z vaqtida skорыйni chaqirib. O'sha uchun Mixail aytadi, erinmasdan o'zingizga 12 minut vaqt beringlar. Da. Organizm sizga rahmat etadi. Chunki umuman вообще boshqacha bo'lasizlar. И энергетически. Fikrlash ham boshqa bo'ladi. Men nechta kompaniyalarda o'tkazdim, keyin qayta aloqa oldim 2 haftadan keyin. Ular prям qoida korxonada qilishgan. Ertalab kelib hamma mana shu 12 minut ichida mashqni qiladi. Уже qayta aloqada menga aytishyapti, Lola вообще boshqacha hamma narsaga qaraymiz. Unaqa konflikt bo'lmaydi. Bir-birimizni tushunib yaxshi ishlaymiz. Qanaqadir более спокойно bo'ldik hammamiz. O'zingizga qarab, mana shu 12 minut atiga har kuni ishlating tanangiz uchun, organizm uchun. U sizga katta rahmat etadi. Faqat 12 minut. Bu tushunarlimi? Mashqlar tushunarlimi? Mana shu qo'lda bilan 5 minut har xil mashqlar mamnaqa tepaga qildik, o'shalarni qilinglar. Уже qaraysizlar, qanaqa o'zgarishlar bo'ladi.
Так. Hozir men sizlarga va'da berdim. Stressni o'lchaymiz. Sanjar, помоги раздать. Так, bittadan olib berib olinglar и bittadan olib berib olinglar. Test hammada bormi? Testga qanday qilib javob beramiz? Qaranglar. Bu yerda savollarni tushunish kerak. Bel bilan menda muammoim yo'q. To есть belim og'rimaydi, bo'ynim og'rimaydi, orqam og'rimaydi. Ha 0. Orqam og'rimaydi, ha og'rimaydi 0. Ozgina og'rib turadi 0,5. Yo'q, bo'ynim, orqam og'riydi, muammo bor. 1 qo'yasizlar. Oshqozon va ichaklar bilan muammoim yo'q. Ha, oshqozon bilan muammo yo'q. Og'rimaydi hech narsa, 0 qo'yaman. Sal-pal og'rib turadi 0,5. Muammo bor. Periodически og'riydi. Haftada 1 martami, 2 marta 1 qo'yasizlar. Men qon bosimimni bilaman. Oxirgi 8 hafta davomida o'lchab turaman. Men в основном qon bosimimni o'lchab turaman. Uchalasiga qo'yish kerak emas. Shu javoblardan qaysidir biriga to'g'ri kelsa, Tanlab qo'yish kerak. shu anaqaga, yechakaga, katakchaga bal qo'yasiz. Davleniyamni bilaman. Ha, bilaman 0. Qisman, yiliga 1 marta yoki 2 marta Muammoyim yo'q deganimi savol yo o'lchadim. O'lchadim. o'lchayman. O'lchab turasiz. Umuman o'lchab ko'rmayapsiz. Yo'q bo'lsa, yo'q qilib qo'yasiz. 1 qo'ying, chunki baribir hozir davleniyani o'lchab turish kerak. Men haftasiga kamida 2 marta mashq qilaman. Любой, даже yurish, kechqurun u ham mashq hisoblanadi. Ha qilaman 0. Qilaman, qilmayman, настроение bo'lganda 0,5. Yo'q, qilmayman 1. Mening vaznim menga mos. Da. Da. Ha bo'lsa 0mi? Ha. Yo'q bo'lsa 0,5. 0. Ya'ni o'sha haga, jumlaga ha deb javob bersangiz, Haga 0. javoblar hammasi qisman 0,5, Qisman 0,5. Yo'q 1. Так. Pastida jismoniy stress yozilgan, fizический stress. Ballarni hisoblab, общий ballni manbetga yozib qo'yinglar. Manbetga. Pastiga. Yo'q, biza qaraymiz hozir. Yo'da Aman bu yerda yo'q yozilgan-ku. Bel bilan menda muammo yo'q. To'g'ri o'qisak, значит 0. Ha, muammo yo'q. Yo'q. Ha? Yo'q etsak, значит muammom bor. Так. Ballarni to'plab manbetga yozib qo'yinglar. Endi professional stressga o'tamiz. Xuddi shunga qarab javob beramiz. Professional nuqtai nazardan hamma narsa meni hammasi ko'niktiradi. Ha, ko'niktiradi 0. Qisman 0,5. Yo'q, ko'niktirmaydi 1.
Yettinchisi, ishda asabiylashmayman. Ha, 0, qisman 0,5, yo'q, asabiylashaman 1. Shunaqa qilib hamma savollarga ballar qo'yib chiqinglar. Normal 5, 6 normal. 7, 9 уже o'rta. 9dan yuqori bo'lsa, doktorga borish kerak. Da. A? 9ga yetmay o'rta. Da. Qaysi doktor? Nevropatolog, Nevropatolog yordam beradimi? psixolog, psixiatr balki. Bu yerda hamma sizda в основном mana bu professional. Qaranglar. Mana, например, 7 chiqdimi? Analiz qilish kerak. Qaysi stress bo'yicha ko'proq? Jismoniy stress bo'yicha ko'proq bo'lsa, doktorga uchrash kerak. Professionalda ko'proq. И professional stress ko'proq bo'lsa, o'ylash kerak. Bu lavozim menga loyiqmi, yo'qmi? Sizga yoqadimi, yo'qmi? Nimaga bo'lmasa stressdasiz? Professional. Hozir men aytaman. Tak, demak. Yo'q, meniki Da. 2,5 chiqibdi. Aha. Jismoniy 4 chiqibdi. Aha. Jismoniy 4. Mana shu jismoniy stress ustidan ishlar, balki suzishga borish kerak, sport zalga borish kerak, tanangizni ustidan qarash. И professional balki qanaqadir treninglar o'tish kerak. Xodimlar bilan yaxshiroq ishlashga, ularni yaxshiroq tushunishga. Da. Aha. Hozir ham yechimlarni aytib beraman sizlarga. Qaranglar. E'tibor qilinglar. Tak. Salomatlik, jismoniy stress bo'lsa, fitness maslahatlar, dispanserizatsiyani o'tish kerak, doktorlarni o'tish kerak. Aniqlash kerak. Nima uchun bo'yningiz og'riydi, orqangiz og'riydi, oshqozoningiz, Biznes professional omillar bo'lsa, yoki biznes coaching, yoki biznes treninglar o'tish kerak. Chunki bizani asosiy ishga hard skills bo'yicha olishadi. Hard skills nima? Professionalniy skillslar, ko'nikmalar. Soft skills nima? Da? Yumshoq ko'nikmalar. Kommunikatsiya. Kommunikatsiyaga bizani hech qayerda o'rgatmaydi. Institutda в основном hard skillsni berishadi. Lekin odamlar bilan qanday ishlash kerak? Qanday muomala qilish kerak? Emotsional intellekt, stress management, time management bularga bizani institutda hech kim o'rgatmaydi. O'sha uchun balki treninglarga borish kerak. Balki kitoblar o'qish kerak. Hammada individualniy podxod. Hozir to'lib yotibdi. Kitoblar ham, onlayn treninglar ham, искусственный интеллектga ham yozib yuborsanglar, пожалуйста, zo'r maslahatlar beradi. Shaxsiy, individual omili psixolog, life coaching. Balki psixolog bilan maslahat qilish kerak.